Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men YouTube'dagi kanalimga bemorlar, kasalliklardan tashqari tabobatni asosiy mavzularini yoritib borishni ham maqsad qildim. Bugun birinchi darsimiz unsurlar to'g'risida bo'ladi. Unsurlar juda ham chuqur va juda ham keng mavzu. Bu tabobatni asosi hisoblanadi. Tabobatni kim tez va oson o'rganmoqchi bo'lsa, mana shu darslarimga obuna bo'lib, mana shularni qisqa o'rgangandan keyin tib qonunlarini va boshqa tabobat kitoblarini o'rgansalaringiz juda ham oson o'rganasizlar. Bu darslarimiz Xudo xohlasa talabalarga, shifokorlarga, giyoh bilan shug'ullanadiganlarga, biologik aktiv moddalar bilan shug'ullanadiganlar, umuman olganda sog'liqni saqlash maqsadidagi har bir kishiga va sog'liqni saqlash bilan shug'ullanadigan mutaxassislarga juda ham qo'l keladi. Demak, keyingi mavzumizda mizojlar bo'ladi. Bugun unsurlar va mizojlar tabobatning eng asosiy fundamental mavzulari bo'lganligi uchun bu mavzularni o'zi haqiqatdan bu bor narsalarmi, yo'q narsalarmi, buni asosi bormi yoki bu eski gaplar bo'lib hozirda hech qiymatini yo'qotganmi? Mana shu haqida men sizlarga ekspert sifatida shu narsalarni aytib berishga qaror qildim. Endi unsurlar mavzusi tib qonunlarini birinchi kitobini mana 69-betida yozilgan. Unsur haqida gap ketganda, unsur degan so'z arabcha so'z. Bu unsurlarning qaysi biri bo'lsa ham oddiy jismlar bo'lib, odam tanasi va boshqa narsalar uchun dastlabki bo'laklardir, deyapti. Oddiy jismlar shunday narsalarki, ular shakli turlicha bo'lgan bo'laklarga bo'linmaydi, balki murakkab jismlar ularga bo'linadi. Oddiy jismlarning aralashishidan koinotdagi turli shakldagi navlar paydo bo'ladi. Endi men buni mana shu unsurni nima ekanligini juda ham uzoq yil o'ylaganman. O'zim ximikman. Ximiyani juda yaxshi bilaman va 3 ta unsurni topib, 4-unsurni topishim juda ham qiyin bo'lgan. Va shunday xulosaga keldimki, mana shu unsurlar biz kimyoda, fizikada va boshqa kvant fizikalar, kvant mexanikalarda o'tadigan elementar zarrachalar haqida gap ketayotganligini bilishimiz mumkin. Ya'ni elementar zarrachalardan qanaqadir qonuniyatlar asosida atomlar, kimyoviy elementlar paydo bo'ladi. Mana shu elementar zarrachalar atomning tarkibiy qismini biz bilamizki 3 ta deb tushunamiz. Neytron, proton va elektron. Mana shu 4-sini uzoq yil kuzatishim natijasida, tahlil qilishim natijasida bildimki, 4-si bu energiya, ya'ni olov unsuri. Ya'ni unsurlar bu eski tabobat tili bilan yozilganda unsurlar deyiladi, lekin hozirgi zamonaviy fan nuqtai nazaridan elementar zarralar deb ataladi. Yer unsuri bu neytronga to'g'ri keladi. Suv unsuri protonga to'g'ri keladi. Havo unsuri elektronga to'g'ri keladi va olov unsuri energiyaga to'g'ri keladi. Energiyaning turli shakllariga to'gri keladi. Endi aytiladiki, unsurlarni 4 ta, ya'ni mana shu 4 talasi, ikkitasi yengil va ikkitasi og'ir deyiladi. Hozirgi zamonaviy fanlarda ham materiyani to'lqinli va massa ko'rinishlari bor deb qaraladi. Masalan, massa og'irlikka ega bo'lgan elementlar bular yer va suv deymiz. Elementar zarrachalardan bu proton bilan neytronga to'g'ri keladi. Endi to'lqin ko'rinishidagi materiyalarga elektron va energiya to'g'ri keladi. Bular o'shaning uchun ham mana tabobatda ikkitasi yengil, ikkitasi og'ir degani hozirgi zamonaviy fundamental fanlarga ham juda to'g'ri keladi. Faqat boshqa so'zlar va ma'nolar bilan aytilgan. Endi unsurlar, demak, meni tushunishimcha elementar zarralardan iborat. Demak, ulardagi dastlabki sifatlar, ya'ni birlamchi sifatlar issiqlik, sovuqlik, quruqlik, ho'llik deb qaraladi. Chunki mana shu 4 talasi kim kimyoni yaxshi o'rgangan bo'lsa biladiki, deylik masalan
uglerod elementida 6 ta proton, 6 ta neytron, 6 ta elektron va qanchadir energiya bitta atomda jam bo'lib muvozanatga kelgandan keyin bundan mana shu turdagi atomlarni turini uglerod deb ataymiz biz. Ya'ni unda 6 ta proton bor, nimasida markazida 6 ta neytron bor, 6 ta elektron bor va qanchadir energiyadan tashkil topgan. Buni energiyasi borligini qayerdan bilamiz? Chunki atomni parchalaganda undan juda ham katta energiya chiqishidan bilamizki, demak buni tarkibida ichida energiya ham saqlaydi. Energiya faqat bu massa ko'rinishida emas, balki quvvat, ya'ni to'lqin ko'rinishida, qanaqadir qo'zg'alish ko'rinishida, harakat, harorat va boshqa ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, demak birlamchi sifatlar issiqlik, sovuqlik, quruqlik, ho'llik deb qaraladi. Chunki biz ko'rib turgan atrofimizdagi materiyani hamma belgilari, rangi, agregat holati, issiqlik o'tkazuvchanligi deylik, elektr o'tkazuvchanligi yoki kimyo reaksiyalarga kirish qobiliyati, valentligi yoki elektromanfiyligi va boshqa hamma sifatlari bular ikkilamchi sifatlar hisoblanadi. Ya'ni undan oldingi atomni tashkil qilishda qatnashadigan xususiyatlar bular birlamchi hisoblanadi. U paydo bo'lgandan keyingi sifatlari bular ikkilamchi sifatlar deb qaraladi. Ya'ni o'sha birlamchi sifatlari issiqlik, sovuqlik, quruqlik, ho'llik deb qaraladi. Endi issiq, sovuq, quruq, ho'l degan so'zlar xuddiki bizni qulog'imizga oddiy narsa bo'lib eshitilganligi uchun nima uchun aynan shunaqa so'zlar, nega aynan unsurlarga yer, nega unsurlarga suv, havo degan primitivniy nomlar berilgan degan bir savol paydo bo'ladi-da. Bu haqida bilmoqchi bo'lsalaringiz, Ibn Sinoni Kitob ash-Shifo degan kitobi bor. Ya'ni ilmlarni o'rganish tartibi to'g'risida, ilmni qanaqa qilib o'rganadi, har bir o'rganadigan predmetga qo'yiladigan nomlar qanday bo'lishi kerak, u nimalarga javob berish kerak, mana shu haqida bo'ladi. Endi nima uchun aynan issiq, sovuq, quruq, ho'l deyilyapti? Ya'ni mana shu sifatlar orqali bir-biri bilan ta'sirlashadi mana shu 4 ta unsur. Ya'ni og'ir unsurlar quruq ho'llik bo'yicha bir-biri bilan, masalan, atomning tarkibida proton bilan elektronlar soni teng bo'ladi deymiz. Chunki bu qonun. Shunaqa muvozanatga kelgan. Mana shu ikkalasini muvozanatidan ikkilamchi xususiyatlar paydo bo'ladi. Ya'ni atomni bitta atom bilan bog'lana olishi, valentligi, 1 valentli bo'ladimi, 3 valentli, 5 mi, 7 valentli bo'ladimi? Mana shu avvalambor proton elektron bilan bog'lanib turibdi. Ikkinchidan elektron, valent elektronlar, ya'ni tashqi bog'lanish qobiliyatiga ega bo'lgan toq sondagi elektronlar boshqa atomlar bilan bog'lanish xususiyatini namoyon qiladi. Ya'ni atomni o'zini ikkilamchi bitta zarra boshqa zarra bilan bog'lana oladimi, bog'lana olmaydimi degan narsalari nuqtai nazaridan quruq ho'llik degan kategoriyaga birlashtirilgan. Endi har qanday tizimga tashqaridan issiqlik yoki energiya kirganda u o'zida ushlab turib, boshqa zarralar bilan to'qnashganda o'sha energiyani berishi mumkin yoki olishi mumkin. Mana shu nuqtai nazardan, ya'ni bunga elektron, ya'ni havo va olov unsuridagi elektron va energiyadagi yutilish va boshqa zarralarga berish nuqtai nazaridan mana bu jarayonlarni issiqlik va sovuqlik degan kategoriyaga birlashtirilgan. Agar bu haqida chuqur bilmoqchi bo'lsalaringiz, meni avtorlik kitobim bor. Mana Boshlang'ich tadqiqot asoslari kitobi. Mana shu kitobdan olib o'qishlaringiz mumkin. Murojaat qilsalaringiz, menda sotuvda bor. Demak, issiq, sovuq sifatlari deganda energetik jihatdan birlamchi muvozanatda turgan tizim, ya'ni atomga tashqaridan issiqlik yoki energiya ta'sir qilganda unga yutiladi. Endi atomlar bir-biri bilan uchrashganda energiyani qayta taqsimlanadi. Tizim yoki energiyani oluvchi yoki beruvchi holatda bo'ladi. Oluvchi tizim sovuqlik, beruvchi tizim issiqlik deb qaraladi.
Endi quruqxo'rlik kategoriyasi sifatlarini aytadigan bo'lsak, mana atomlar endi unsurlardan har xil kimyoviy elementlar paydo bo'ldi. Vodoroddan boshlab to lantanoid, aktinoidlargacha bo'lgan, radioaktiv metallargacha bo'lgan moddalar paydo bo'ldi. 110, 120 tartib raqamli kimyoviy elementlar paydo bo'ldi deylik. Lekin shular guruhlarda joylashganda ularni tashqi elektronlari uni valentlik paydo qilish imkoniyatini beradi. Atomlar bog'lanmaydi. Masalan, inert gazlarda neon, argon, kripton, ksenonlarda 0 valentli bo'ladi. 0 valentlidan to 8 valentligacha bo'lishi mumkin. Odatdagi holatda atomlar 1 valentdan 7 valentligacha bo'ladi. Endi mana shu atomlarning ikkilamchi sifatlaridan agar atom yoki kimyoviy element qanchalik ko'p bog' paydo qilish qobiliyati bo'lsa, bu ho'llik sifati bilan ataladi. Demak, bitta zarracha qanchalik ko'p boshqa zarrachalar bilan bog'lana olsa, ularni yopishtira olsa, tortib qanaqadir bir ta'sirlasha oladigan bo'lsa, bular ho'llik sifati bilan baholanadi. Endi bu sifat qanchalik kam bo'lsa, masalan, bitta zarra boshqa zarra bilan bog'lanmaydigan bo'lsa yoki bog'lanish sonlari kam bo'lsa, masalan 1 valentli, 2 valentli bo'ladigan bo'lsa, bular quruqlik hisoblanadi. Shunday qilib mavjud, masalan 1 dan 7 gacha elementlar bo'ladigan bo'lsa, valentli 1 valentli 7 valentligacha uchraydi. Shularning o'rtasida eng o'rtacha holati 4 valentli bo'lib qoladi. Ya'ni 4 shunaqa bir o'rtacha holatki, 1 valentli quruqroq, 7 valentli ho'lroq, 2-3 valentli bo'lishlik ham mo'tadilga nisbatan quruqroq degan kategoriyaga to'g'ri keladi. 5 valentli bo'lish, 6 valentli bo'lish va 7 valentli bo'lish ho'l degan, ya'ni 7 valent haddan tashqari ho'l, 6 valent o'rtacha ho'l, 5 valent yengil ho'l degan baho berishga to'g'ri keladi. Endi yer unsuri haqida aytadigan bo'lsak, yer og'ir unsur, u markazda turadi. U o'z tabiati bilan o'sha o'rinda turadi. Agar o'z o'rnidan ajrasa, yana o'sha tomonga harakat qiladi. Bu yerning mutlaq og'irligi. Yerning tabiati sovuq va quruq. Ya'ni yerni o'zi tabiiy mana shu gravitatsiyaga egaligi, og'irligi, o'sha markazda turishini o'zi uni tabiiy o'rnini ko'rsatadi. Ya'ni neytron atom markazida joylashgan bo'ladi haqiqatan ham. Endi mana shu tib qonunlarida gapni biz kiritayotgan zamonaviy tushunchalarga to'g'ri keladimi yo'qmi shuni qiyoslasak, haqiqatan ham neytron atom markazida turadi va u og'irlikka ega. O'z-o'zidan tashqariga energiya beruvchi manba bo'la olmaydi va bog' paydo qilishga qatnashmaydi. Shuning uchun ham u sovuq va quruq bo'ladi. Ya'ni uni harakatga keltirish tashqaridan olov unsuri va havo unsuri bilan bo'ladi. O'zidan o'zi energiya manbai bo'lmaydi, shuning uchun ham sovuq bo'ladi. Keyin bu masalan protonga o'xshab turib elektron bilan uzviy bog'liqlikda bo'lmaydi, shuning uchun bu quruq bo'ladi. Ya'ni buni sifatlari keyingi ikkilamchi sifatlar paydo bo'lganda bir ho'llik, valentlik, bog'lanishga o'xshagan narsalar paydo qilishga qatnashmaydi. Shuning uchun ham bu sifati quruq bo'ladi. Suv unsuriga keladigan bo'lsak, bu haqida tib qonunlarida quyidagicha aytilgan. Suv unsuri oddiy jism bo'lib, yerni o'raydi va havoga o'ralib turadi. Chunki u havoga nisbatan og'ir, yerdan yengil bo'lganligi uchun tabiati sovuq va ho'l deydi. Proton, mana shu elementar zarrachalarning ichidan proton atom markazida bo'ladi. Ya'ni bu ham og'ir unsurga kiradi. Og'irligi bor. U atomda elektron bilan muvozanatda bo'ladi. Protonni soni bilan elektronlar soni teng keladi atomda. Ya'ni ular bir-biriga yopishgan va muvozanatlashgan holatda bo'ladi. Shuning uchun ular ho'l bo'ladi. Bir-biriga tortiluvchi, bir-biriga uzviy bog'langan. Endi kimyoviy bog'lar paydo qilish uchun ham, ya'ni bitta atom boshqa atom bilan bog'lar paydo qilish uchun to'g'ri elektronlar juftlashishidan hosil bo'ladi kimyoviy bog'. Lekin elektronni
atomga bog'lab turgan narsa proton bo'ladi. Shuning uchun bu ho'l bo'ladi. Endi sovuqligi bu energiya albatta bunga tashqi tarafdan kiradi, ya'ni olov unsuri yoki energiya bilan va havo unsuri ya'ni elektron orqali temperatura, energiya va boshqa turdagi energiyalar atomga kirishi mumkin. Shuning uchun bular o'zi energiyani boshlang'ich o'rni bo'lmaganligi uchun bu sovuq bo'ladi. Havo unsuri haqida. Havo oddiy bir jism, tabiiy o'rni suvdan yuqori, olovdan past, tabiati issiq va ho'l. Havoning tabiatda mavjudligi narsalarning siyraklanishi, latif yengil bo'lishi va ko'tarilishi uchundir deb yozilgan. Demak, havo unsuri biz elektron dedik. Mana shu elektron bu ham bitta oddiy elementar zarra. Mana shu elementar zarra demak, mana shu materiyani yoki moddalarni juda ham siyrak qilib, yengil qilib turadi. Ya'ni atomni yadrosi juda ham kichkina o'lchamda bo'ladi va atrofida juda ham katta o'lchamdagi elektron qobig'i bo'ladi. Mana shuni hisobiga uni siyraklashtirib, latiflashtirib turadi. Mana buni solishtirish uchun masalan tabiatda neytron yulduz degan bir shunaqa bir juda ham bahaybat yulduz bor. Buni zichligini hisoblab ko'rishganda 3,7 10⁻17 dan 5,9 10⁻17 gacha oralig'ida bo'ladi buni zichligi. Agar elektron bo'lmaganda edi, mana shunaqa neytron, protonlarni bir joyda yig'ilishidan juda ham yuqori zichlikka ega bo'lgan materiya paydo bo'lardi. Endi tasavvurga sig'maydigan darajada katta og'ir bo'ladi. Ya'ni 1 metr kub masalan mana shu stol bo'yi 1 metr, eni qalinligi 1 metr bo'ladigan bo'lsa, shunaqa kubga ega bo'lgan materiyani massasi mana 37 10⁻16 bo'lib ketyapti kilogramm. Bu juda ham katta massa. Shunaqa zich holatda bo'lar ekan. Demak, shu zich holatda demak biz ko'rib turgan materiya unaqa zich holatda emas. Mana shu atomning ichida elektronlar bo'lganligi uchun uni siyraklashtirib, latiflashtirib turgani uchun ham unaqa zich holatda emasligi uchun mana biz ko'rib turgan holatda deb tasavvur qilsak bo'ladi. Endi olov unsuri, olov oddiy bir jism, tabiiy o'rni hamma unsurlardan yuqorida. Olovning o'rni osmon gumbazining shunday bir sathidaki vujudga kelishi va buzilishi o'sha yerga borib tugaydi. Bunga sabab uning mutlaq yengilligi deb yozadi tib qonunlarida Ibn Sino. Demak, olovni o'rni, ya'ni energiyani o'rni quyoshga o'xshagan jismlarda bo'lib, masalan, yulduzga o'xshagan, quyoshga o'xshagan termoyadroviy reaksiyalar sodir bo'ladigan bir jismlarda. U yerda 4 ta birlamchi unsurlardan atomlarning vujudga kelishi va buzilishi sodir bo'ladi. Ya'ni termoyadro reaksiyalari natijasida har xil kimyoviy elementlar paydo bo'ladi. Bular massasi oshib borib, ma'lum bir nisbatga yetib kelganda o'sha yulduzlarda portlash ro'y beradi va atrof galaktikaga har xil elementlardan iborat bo'lgan materiyani uloqtirib yuboradi. Xuddi shunaqa materiyalardan bizni yer yuzimizdagi moddalar ham, tirik moddalar ham, jonsiz moddalar ham juda ham qadim zamonlarda mana shunaqa materiyaning evolyutsiyasini ma'lum bir bosqichida paydo bo'lgan. Ya'ni Ibn Sino bu joyda aytayaptiki, ya'ni quyoshda va yulduzlarda buzilish va vujudga kelish bo'ladi. Ya'ni bu termoyadro reaksiyalari bo'lishini aytib o'tyapti. Ya'ni energiya mutlaq yengil, bu to'lqin ko'rinishiga ega, og'irligi deyarli yo'q, faqat issiq va quruq xususiyatlarga ega. Shuning bilan unsurlar to'g'risidagi qisqacha fikrlarimizni shu joyda yakunladik. Talabalar uchun, tabobat bilan qiziqadiganlar uchun unsurlar mavzusi juda ham qiziq mavzu. Bu haqida yana ham kengroq, chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsalaringiz, profilga pastga men yozib qo'yaman. O'sha profilga murojaat qilsalaringiz, tabobat asoslari
hijoma va girodoterapiya kursimiz yaqinda boshlanadi. Mana shu kursni biz doimiy qilib boramiz. Mana shu kursda o'qishlaringiz mumkin. Shu kursda mana shu haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Bundan tashqari, boshlang'ich tabobat asoslari kitobini ham sotib olishlaringiz mumkin. Bu kitobda men mana shu haqida batafsil yozganman. Ayniqsa bu tabobat ixlosmandlari uchun yoki ilmlarini chuqurroq, kengroq o'rganmoqchi bo'lgan har qanday kishi uchun juda foydali bo'ladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling, sog' bo'ling.